Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hammaga xayrli kun. Bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz, bugungi obzorimizda Cobalt bilan Gentra olib qo'yganmiz. Ikkala mashinamiz ham rextopkalari bor, ikkovini ham ishlashgan. Ayrim bir ustalarimiz ozgina ishini qoldirib ketishgan. Cobaltimiz bagachi, yana bitta ikkita detallarida bor. Bunisi Gentramiz asosiy ishlaridan biri bagajda rextopka qilishgan, juda ham xunuk holatda, detallar cho'zilgan. Oldin kriloyimizda ham bor. Allohning izni bilan chiroyli qilib chiqarib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bunisi kriloyimiz ham kraskalari sinib ketgan.